El söygen şair Muhammedcan Raşid'in. El söygen şair Muhammedcan Raşid'in 1940 yılı 19 iyun G'ulji nahiyasının 10 yer yüzü yezisida dehqon ailesida dunyoga kelgan. 1955 yılı toluqsiz o'tir maktabni o'z yezisida a'lo natija bilan bitirgandan keyin 1955 yildan 1958 yilgacha Urumchi yezi igiliki texnikumida o'qigan. O 1958 yıldan ta ki 1968 yılı 7. aygacha Chapchal nahiyasi ve özü tug'ilib o'sgan G'ulji nahiyasi 10 yer yüzü yezliq o'tir maktabda 10 yıl o'qituvchi bo'lgan. 1968 yılı atalmış medeniyet zor inqilobining ziyonkashligiga uchrab 1982 yılga kadar 14 yıl turmada yotgan ve tarixga sürgün qilingan. 1982 yılının ahirleri türmeden çıkıp G'ulji nahiyalik 1. o'tir maktabda til adabiyot o'qituvchisi ve ilmi mudir bo'lib ishlagan. Muhammedcan Raşid'in adabiy ijodiyati 1958 yıldan tartib boshlangan bo'lib 1980 yillardan keyin shoirning ijodiyati mo'l usulliq davrini kutib olgan. Muhammedcan Raşid'in bu icadiyetleri Kakkuk Gülü, Yıllar İzi, Günler Albomi, Aniyer Kasidisi, Ömür İlhamları, Hayat degen manişu, Anı Tağlar, Muhabbet mu ulug' bir kitap, Yaxşılarga Naqşılar tola, Qatarlıq şiir toplamları ve Tenigen Köngül namlıq hikaye, povest ve eslimeler toplamları da toluq neşir kılıngan. Muhammedcan Raşid'in 1958 yılı 10. ayda İli gazetida e'lon qilingan Eli Deryası namlıq tunji şiiri bilen edebiyat sepiga kirib kelgan. Shuningdan buyon Sharqiy Turkistonda chiqadigan har qaysi gazet jurnallarda merhum shoirning 1000 parchadan ortiq şiiri, 20 parchadan ortiq hikoyasi, 15 parcha ilmiy maqolasi e'lon qilingan. Muhammedcan Raşid'in şiirleri Tarım jurnali tarafidan Munavvar Eser mukofotiga, atalmış Uyg'ur Abdunum rayonluq adabiyot san'atchilar birlashmasi tarafidan 3 qitim Tangritog' adabiyot mukofotiga erishgan. 1992 yılı Tangritog' jurnali tahrir bölümü uyushturgan o'qirmanlarning ra'yini sinash faoliyatida u o'qirmanlar eng yoqtiradigan 3 shoirning biri bo'lib baholangan. Aniyer Kasidisi namlıq şiirler toplumu 1999 yılı Tulpar mukofotiga erishgan. U 2003 yılı 3. ayda demilishga chiqqan bo'lsa-mu, hayotining oxirgi kunlarigacha qalamini to'xtatmagan o't yurak shoir edi. Muhammedcan Raşid'in hayotining chirig'i o'chay degan mezgillarda ijtimoiy aloqa supsida o'zining oxirgi armonlarini she'riy misralarga mujassamlab Elvida namlıq şiirini öz ağzı bilen okup bergen idi. 2003 yılı 11. ayda atalmış Uyghur Abdunum rayonluq yazgıçılar cemiyeti şairinin icadiyet musabısının 45 yıllık münasebeti bilen Muhammedcan Raşid'in eserleri ilmi muhakeme jigini uyuşturup şairinin icadiyet neticelerini muayyenleştirgen ve şairga yukarı baha berip hürmet tonu kiygizgen idi. Uyghur xalqining qalb to'ridan o'rin olgan peshqadam shoir Muhammedcan Raşid'in 2021 yılı 11. ayının 13. günü Urumchi vaqti atdigan soat 7dan 17 minut o'tganda 81 yoshida Uyghur xalqi bilan mangulik xo'shlashgan. Sharqiy Turkistondan tarqalgan ba'zi uchurlarga qaraganda vatan ichidagi Uyg'urlar imkoniyat yor bergan doirada har xil usullarda merhum shoirning she'rlarini yodlab, marsiya va ta'ziya nomalarini tarqitib, uning vafotiga cho'nqur ta'ziyalarini bildirgan. Merhum şair Muhammedcan Raşid'in hayatı ve onun şiir icadiyetinin kıymeti hakkında Şarkı Türkistan'daki okşumagan ilmi sorunlarda bes münazire ve muhakimeler elip verilgan. Şunun bilen bir vakitte chet ellerdeki Uygur kalemkeşler ve Uygurçı bazı tor sahifeleri de şairinin Uygur şeriyetiga koşkan töhbeleri, onun Uygur şeriyetideki muhim ornu hakkında türlük mülahizeler elip verilgan. Bu mülahizlerde Muhammedcan Raşid'in hakiki halk şairi deb atashqa en münasip şair degendek alahide bahalar berilgan.
Hammaga ma'lumki, Muhammadjon Rashidin Uyg'ur jamoatchiligiga eng tonish odam. Katta zamonaviy binolardan tortib, oddiy dehqon kapilargacha Uyg'ur hayoti davomlashayotgan hamma yerda degidek uning ovozi yangrab turdi. O'xshamagan sorunlarda uning ustida bas munozara va muhokamalar bo'lib turdi. Nomi sharifi aslinib turdi. Bular shuni isbotlaydiki, Muhammadjon Rashidin Uyg'ur jamoatchiligiga zo'rlab tengilgan shoir emas, balki Uyg'ur jamoatchiligi o'zi xolab tanlab olgan shoir. Türkiye'deki Afyon Kocatepe Üniversitesi'nin o'qituvchisi dotsent doktor Ahmet Karaman efendi şair Muhammadjon Rashidin haqida mundaq degan: "Men tadqiq qilgan Uyg'ur shoirlaridan biri Muhammadjon Rashidindir. Muhammadjon Rashidin İli Deryası nomli she'ri bilan she'riyatga qadam bosgan bir shoirdir. She'rlarda inson, jamiyat, tabiat muhim o'rin olgan. Lekin 2000-yildan keyingi she'rlari ko'proq ishq, muhabbat temasida yozilgan. Muhammadjon Rashidinni she'ri san'atidan jamiyat manfaati uchun foydalangan, shon shuhrat qo'g'lishib ketmagan bir himmatli shoir deb baholashga bo'ladi. Muhojiratdagi bir qism Uyg'ur shoirlari Muhammadjon Rashidinning bir realistik shoir bo'lish sifati bilan o'z she'rlarida eng real hodisalarni aks ettirganligini, she'riy tilining ommabop, uslubining yengil, estetik zo'q jihatda go'zal ekanligini eskartib o'tgan. Hamda Muhammadjon Rashidinning xalqqa haqiqiy estetik zo'q beradigan, her zaman o'zining jamiyatdagi mas'uliyatini ado qila olgan, xalqqa umid va ishonch bag'ishlagan shoir ekanligini ilgari surgan. Ular yana navbatdagi xatarlik bir vaziyatda shoir Muhammadjon Rashidindek peshvolarning she'r san'atidan unumlik foydalanib, Uyg'urlarning ochiq realligi, orzusi va ruhiyatini eng cho'nqur darajada ifodalab berganligini, uning she'rlarini har xil tillarga tarjima qilib tonishtirishning muhim bir vazifa ekanligini ta'kidlab o'tgan. Darvaqa Muhammadjon Rashidinning she'rlari tilning ommabopligi, tanlagan temalarning xalq orzusiga yaqinligi bilan vatan ichida emas, balki muhojiratdagi Uyg'ur o'qirmanlarining ma'naviy tashnoligini qondirib kelgan edi. Chunki Muhammadjon Rashidinning she'rlaridagi ommabop til va qo'shoq shaklidagi yengil uslub Sharqiy Turkistondagi o'qirmanlarga huzur berib qolmasdan, balki chet ellarda cho'ng bo'layotgan kichik Uyg'ur bolalari uchunmi oson tushunaladigan va qabul qila oladigan badiiy adabiy miros bo'lgan edi. Uning ustiga marhum Muhammadjon Rashidin she'rlarining Uyg'ur xalqining muhabbat nafrati, hissiyoti, orzu tilaklari, fikr xohishlari, axloqiy udumlarini, yurt sevgisi ve erkinlik ruhini aks ettirganligi uchun chet ellardagi Uyg'ur ona til maktablarida dars qilib o'tishga faol tashabbus qilinmoqda. Muhammadjon Rashidinning she'rlari muhojiratdagi norisida Uyg'ur bolalarining so'yishiga erishdi. Bundaq bo'lganda uning ruhi she'rlari orqali yashaydi. Uning she'rlari Uyg'ur avlodlarining ma'naviy dunyosida davomli yashaydi.